Xalqqa o'z samarasini ko'rsatib, o'z foydasini beradi deb Ramazon oyida Tomdi tumanida katta yangilik. Mana prezidentimiz zamonidan qo'llab-quvvatlab, shu yerda Gorni Misol kombinatining boshlig'i Tavken bolalarimizni shu yerga ishlashga o'qitdi. Hamma sharoitni Gorni Misol kombinatining hisobidan qilib berdi. Shu mahal ovqat, yotoq joy, hozir bu yerda Tomdi xalqining bolalari ishlayapti. Biz shunga xursand qilamiz. O'zi prezidentimiz aytgan, bizga ish joyidan hech kim kelib ish narsani qurib bermaydi. Biz o'zimizning qo'limizdan qurib olamiz deb. Mana shuni ulug' gapning tasdig'i. Shu uchun bizning Tomdi xalqining nomidan, Tomdi nuraliylarning nomidan muhtaram prezidentga rahmat aytamiz. Hamma xalqimizning boshiga omon bo'lsin deb duo qilamiz. 27 yoshida mexanik usta sifatida yangi konda faoliyat boshlash arafasida turgan Zarif Kenjayev singari yosh mutaxassislar o'zlariga bildirilayotgan ishonch va keng imkoniyatlardan oqilona foydalanish orqali yurt ravnaqiga hissa qo'shishni maqsad qilgan. 2020-yilda Navoiy davlat konchilik instituti magistratura yo'nalishini bitirib, Markaziy kon boshqarmasi Buruntoq koniga navbatchi shilangar sifatida ishga qabul qilindim. Va mana bugungi kunda yangi Balpantog' Tomdibuloq karyerini ochilish munosabati bilan shu karyerda mexanik usta lavozimida ishlab kelyapman. Bizga bildirilgan, ya'ni yoshlarga bildirilgan katta ishonchni oqlagan holda biz bu karyerda ishni olib boramiz va bu karyerning ochilishi bizga ko'plab ish o'rinlarining ochilishi, bizga o'xshagan yoshlarni ish bilan ta'minlashga, mahalliy aholini ish bilan ta'minlashga juda ham katta yordam beradi. Men bu karyerda usta lavozimida ishlayotganimdan juda ham xursandman. Asosiy qismi yoshlar, ya'ni men qatori, men tengqurlar, mendan yosh kadrlar barchasi injener texnik lavozimida ishlab, o'z imkoniyatlarini, bor kuch quvvatini sarflagan holda shu karyerning rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Bu yoshlar bilan ishlash, ya'ni tengqurlar bilan ishlash bizga yanada kuch quvvat berib, ertangi kunga bo'lgan ishonchimiz ortmoqda. Сегодня мы присутствовали на одном из значительных и значимых явлений для комбината — открытие нового месторождения. Карьера Балпантау. Это за последнее время таких событий в комбинате происходит довольно много, во многих районах. Но вот в этом районе, в Тамды, это первый карьер. С него начнется добыча золота в Тандынском районе. Все это соответствует программе «Золотой президента» повышения добычи золота по Узбекистану. Balpantog' Tomdibuloq karyerining loyiha qiymati 108 million dollarni tashkil etadi. Shundan qurilish ishlari 31 million dollarlik qiymatga ega bo'lib, ayni paytda qurilish boshqarmasining ishchi xodimlari tomonidan temir yo'l olib kelish ishlari davom etmoqda. Tomdibuloq Balpantog' koni umumiy loyiha qiymati 108 million dollarga ega bo'lib, shundan qurilish ishlari bo'yicha 31 million dollarga qiymatiga ega. Mana bugungi kunda Zarafshon qurilish boshqarmasi ishchi xodimlari asosan konga temir yo'l qismini olib kelish ishlarini davom ettiryapti. 4 kilometr yo'ldan hozir 20 kilometr yo'limiz tayyor bo'lib turibdi. Birinchi iyun holatida mana shu temir yo'lni bitkarish arafasiga turibmiz. Bunda Zarafshon qurilish boshqarmasi ishchi xodimlaridan 100 ga yaqin ishchilarimiz va 60 ga yaqin texnikalarimiz ishlamoqda. Tog'kon sanoati tizimida qolaversa, murakkab iqlim sharoitiga ega cho'l hududida mehnat qilishning o'zi bo'lmaydi albatta. Buning uchun ishchi xodimlarga yetarli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega bo'lib, Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan cho'l bag'rida ochilgan yangi konda faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar uchun munosib sharoitlar yaratilganligi alohida e'tirofga molik. Mana shu Tomdibuloq Balpantog' karyerimiz ochilishidan boshlanishi bu cho'l sharoiti juda ham o'ziga yarasha bir qiyin sharoit hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda yozi bor, yozi juda ham issiq, qishi bor, qishi juda ham sovuq. Shuning uchun ana shularni hisobga olib biz yozda mana shu har bitta xonalarga sovutgichlar qo'yib, mutadil havo sharoit yaratib beradigan moslamalarni qo'yib qo'yganmiz. Bundan tashqari ichimlik suvlari bor. Bu asta-asta ko'payib boradi ishchilar. O'shanga moslashtirib biz o'shalarning sharoitini qilib boramiz. O'shanda ishchilarning ishlayotganligi samaradorligi ham oshadi. Mana bu yerga temir konteynerlardan olib kelib, jihozlab